O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi Uchqo'rg'on tumanida yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazdi. Tashkilotning Namangan viloyati kengashi tasarrufidagi Uchqo'rg'on tuman o'quv sport texnika markazida tashkilot tizimidagi barcha o'quv muassasalariga imtiyoz asosida xarid qilingan yangi zamonaviy yengil va yuk avtomobillari tantanali topshirildi. Yoshlarni Vatanparvar tashkiloti faoliyat va imkoniyatlari bilan yaqindan tanishtirish maqsadida o'tkazilgan Vatanparvar yoshlar tashkilot tayanch shiori ostidagi rahbar va yoshlar uchrashuvida 300 nafardan ortiq yoshlar ishtirok etdilar. Tadbir davomida yoshlar bilan savol-javoblar o'tkazilib, ularning fikrlari va takliflari O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi tomonidan atroflicha o'rganildi. Shuningdek, yoshlarga tashkilot tizimida faoliyat yuritayotgan sportning texnik va amaliy turlari bo'yicha sport seksiyalari to'g'risidagi ma'lumotlar, mashg'ulotlar olib borish tartiblari haqida batafsil tushunchalar berildi. Men bu yoshlar uchrashuvida o'zim o'qiyotgan oliygohni bitkazib, respublikamizdagi Vatanparvar tashkilotida ishlash bo'yicha ozgina so'rovnoma so'rab oldim. Ular menga haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lganligim sababli birinchi ishni instruktorlikdan boshlashni maslahat berdilar. Oliygohni bitkazib Vatanparvar tashkilotida xizmat qilish niyatimiz bor. Shu kuni O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Namangan viloyati kengashi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori ijrosi doirasida Uchqo'rg'on tuman o'quv sport texnika markazida tashkilot tizimidagi barcha o'quv muassasalariga imtiyoz asosida xarid qilingan yangi Onyx rusumli yengil va Foton rusumli yuk avtomobillari topshirildi. Vatanparvar tashkiloti Namangan viloyati kengashi qisqa davr ichida jami 100 ga yaqin avtotransport vositalarini xarid qilib, yoshlarni puxta bilim olishi uchun yetarli sharoitlar yaratdi. Ushbu avtotransport vositalari o'quv avtomobillari sifatida qayta jihozlanib, ulardan hozirgi kunda amaliy mashg'ulotlarning sifatli o'tkazilishida foydalanilmoqda.